Rus tilini qancha vaqtdan buyon o'rganasiz? 1 hafta, 1 oy, balki 1 yildir. Deyarli barcha o'quvchilarning qiladigan xatosi mana bunday duch kelgan so'zlarni yodlab olib, gapirib ketishga umid qilishi, mo'jiza kutishi. Afsuski, bunday mo'jiza yuz bermaydi. Siz hozir ushbu darsimda boshidan oxirigacha qatnashib berasiz. Mana shu darsda sizga qanday qilib rus tilida oson gapirib ketish yo'lini birgina dialog orqali o'rgataman. Bu holatda rus tilini o'rganish yanada tezlashadi. Sizdan talab qilinadigan narsa esa daftar va markerni olib, men ko'rsatadigan narsalarni yozib, belgilab olish. Darsga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Har bir dialog bilan ishlanganida siz dialogni ruscha talqinini tushunib-tushunmasdan boshidan oxirigacha o'qib olishingiz kerak. Диалог в магазине. Покупатель. Здравствуйте. Продавец. Здравствуйте. Чем могу помочь? Покупатель. У вас есть хлеб? Продавец. Да, есть. Белый и черный. Какой вам? Покупатель. Черный, пожалуйста. Продавец. Пожалуйста, что-нибудь еще? Покупатель. У вас есть молоко? Продавец. Да, есть. 1 литр? Покупатель. Да, 1 литр. Продавец. Все? Покупатель. Да. Сколько стоит? Продавец. 120 рублей. Покупатель. Вот, пожалуйста. Продавец. Спасибо. До свидания. Покупатель. До свидания. Mana dialogimizni ko'r-ko'rona tushunib-tushunmasdan o'qib oldik. Men o'qib bergan vaqtimda siz ko'zingiz bilan kuzatib turdingiz deb umid qilaman. Hozir esa ushbu dialogni tarjimasi bilan o'qib chiqamiz. Покупатель bu xaridor edi, продавец bu sotuvchi edi. Покупатель здравствуйте deb gapirdi. Assalomu alaykum deb salomlashdi. Продавец здравствуйте, чем могу помочь? Assalomu alaykum va alaykum assalom, qanday yordam bera olaman deb savol berdi. Xaridor esa у вас есть хлеб? Sizda non bormi deb so'radi. Да, есть. Белый и черный. Какой вам? Sotuvchi ha bor, oq va qora. Qaysi birini olasiz deb savol berganida xaridor черный, пожалуйста. Qora non iltimos deb qora nonni tanladi. Пожалуйста, что-нибудь еще? Marhamat oling deb xaridorga sotuvchi murojaat qildi. Yana nimadir kerakmi? Yana biror narsa sizga kerakmi deb что-нибудь еще deb savol berdi. У вас есть молоко? Sizda sut bormi? Да, есть 1 litr. Ha, bor. 1 litr olasizmi? Да, 1 litr. Ha, 1 litr. Все? Hammasi shumi? Да. Сколько стоит? Ha. Necha pul bo'ldi? Bu qancha turadi hammasi? 120 рублей. 120 rubl bo'ldi. Вот, пожалуйста. Mana, iltimos. Ya'niki bizda xaridorimiz pulni berib, mana iltimos oling deb gapirdi. Спасибо, до свидания. Rahmat, xayr. Va bizda xaridor ham до свидания deb xayr deb chiqib ketdi. Albatta bu biroz qo'rqinchli, ya'niki so'zlar murakkab tuyulishi, gaplarni uzun-uzunligi sizni cho'chitadi. Ammo bularning barchasi juda oddiy holatda sizda esingizda qoladi. Yodingizda tuting, dona-dona so'zlarni yodlagandan ko'ra, mana shunday situativ gaplarni yodlash yanada qulay bo'ladi. Ammo hozir esa ichingizda norozi o'quvchilar bo'lishi mumkin. Men yodlashga tayyor emasman. Dialoglar men uchun qiyin. Men qanday qilib bexato gapirishni o'rgana olaman desangiz, men sizga o'z kursimni taklif qilaman. Kursda nafaqat bu kabi dialoglar, balki bexato gapirish uchun grammatik oson uslublarni sxemalar bilan o'rgataman. Bu holatda sizga yod olish, grammatika bilan ishlash, tekstlar, dialoglar, video subtitrlar bilan ishlash rosa oson uslubda o'rgatiladi. Menga Telegramdan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yuqorida tarjimasi bilan birga ko'rib chiqqan dialogimizni hozir 2 qismga ajratib olamiz. Bizda kimlar u yerda gaplashdi?
Sotuvchi va xaridor bir-biri bilan aloqa qildi. Sotuvchi gaplarini alohida, xaridor gaplarini alohida tahlil qilamiz. Bu bizni matnga, tekstga, dialogga yanada yaqinlashtiradi. Продавец, sotuvchi gaplari. Здравствуйте. Чем могу помочь? Да, есть белый и черный. Какой вам? Пожалуйста. Что-нибудь еще? Да, есть. 1 литр. Все. Все. 120 рублей. Спасибо. До свидания. Bu bizning sotuvchimiz gaplari edi. Bularni tarjimalarini endi siz bilasiz, hozir esa oz-moz tushundingiz. Xaridorimiz gaplari. Покупатель xaridor edi. Здравствуйте. У вас есть хлеб? Черный, пожалуйста. У вас есть молоко? Да, 1 литр. Да. Сколько стоит? Вот, пожалуйста. До свидания. Mana dialogni ikki qismga bo'lib ajratib o'qib oldik. Keling endi mana shu dialogdagi yangi so'zlarni dona-dona ko'rib chiqamiz. Помочь yordam bermoq. Есть bor. Хлеб non. Белый oq. Черный qora. Какой qaysi. Вам sizga. Пожалуйста, iltimos, marhamat. Что-нибудь еще? Biror narsa? Еще yana? Молоко, sut. 1 bir. Litr. Все, hammasi. Сколько? Qancha? Стоить, narxda bo'lmoq, turmoq. Рублей, rubl, pul birligi. Вот, mana. Спасибо, rahmat. Платить, to'lamoq. Bu платить so'zi esa dialogda to'g'ridan to'g'ri berilmadi. Вот, пожалуйста deb bizda mana oling, iltimos deb gapirildi. Платить esa to'lamoq deyiladi. Bizda rus tilida rodlar bor, padejlar bor. Mana misol uchun какой, qaysi degan ma'noda какой вам нужен хлеб? Ya'niki nonga xlebga nisbatan mujskoy rodligi uchun какой ishlatildi. Rodlarda, shunaqangi padejlarimiz, predloglarimizda so'zlarda adashmaslik uchun, xato qilmaslik uchun mening grammatika darslarimni Telegramda oling. Kurs o'taman, kursga yozilib menga aloqaga chiqsangiz, shu darslar mobaynida sizni bexato gapirishga o'rgatib beraman. Mana bugun bizni qiynagan dialogni asl holati, o'zbekcha talqini skrinshot qilib, daftaringizga tushirib, markerni olib, belgilab chiqasiz, tarjimalarini yozib olasiz. Bu haqiqiy o'zbek tilidagi o'sha yuqoridagi dialogimiz tarjimasi bo'ladi. Assalomu alaykum, qanday yordam bera olaman? Sizda non bormi? Ha, bor, oq va qora. Qaysi birini olasiz? Qora non iltimos, marhamat, yana narsa kerakmi? Sizda sut bormi? Ha, bor. 1 litr olasizmi? Ha, 1 litr. Hammasi shu? Ha, necha pul bo'ldi? 120 rubl. Mana iltimos, rahmat, xayr.